Bu videoda yangi chiqqan Pixitech S2795G 24TX POI kommutatorini ko'rib chiqamiz. Qayerda ishlatsa bo'ladi, nimalarga kuchi yetadi, hammasini qisqacha qilib tushuntirib beraman. Old tomonda 24 ta gigabit port bor, yonida esa 10 gigabit SFP+ slotlar joylashgan. Ya'ni shu bitta kommutatorga access switchlar, serverlar yoki internet liniyalarini bemalol yig'ib qo'yish mumkin. POI portlariga ulangan kameralar va Wi-Fi nuqtalari uchun alohida blok pitaniya kerak emas. Shunchaki bitta Ethernet kabel ulaysiz, shu kabel orqali ham tok boradi, ham internet ishlaydi. Kommutatorning POI quvvati 370 Watt. Kommutator metal korpusda va standart 19 dyumli telekommunikatsion shkafga to'g'ri keladi. Ventilyatorlari bor, 24/7 ishlaydigan server xonalarida va provayderlarda tinimsiz ishlashga mo'ljallangan. Bu oddiy uy sharoitidagi switch emas, blanlar, marshrutizatsiya, trafikni ustuvor qilish kabi funksiyalar bor. Katta ofis, biznes markaz yoki provayder tarmog'ingiz markaziy qismida ishlatish mumkin. Sozlash uchun web interfays va CLI bor. Kimga qaysi yo'l qulay bo'lsa, o'sha orqali boshqarib monitoring qilish mumkin. Qisqa qilib aytganda, bu model agregatsiya va yadro qismi uchun qulay variant. Agar shunaqa darajadagi kommutator qidirayotgan bo'lsangiz, ushbu modelni ko'rib chiqishingiz mumkin. Kommutator haqida to'liq ma'lumot olish uchun saytimizga kiring va modelni qidiruv bo'limiga yozib ko'rib chiqing.